Navbatdagi to'xtalib o'tadigan mavzuyimiz bu neural tube defects, ya'ni nerv nayi nuqsonlari. Demak, homiladorlik payti, ya'ni embrional paytda neural tube homiladorlikning 4-haftasida to'liq yopiladi. Agar 4-haftasida yopilishi buzilsa, bizda nuqsonlar kelib chiqadi va u maternal folat deficiency, ya'ni o'sha onadagi folat tanqisligi yoki teratogen omillarni homiladorlik paytidagi teratogen omillarning oshib ketishi, ya'ni qaysi teratogen omillar esa valprat yoki karbamazepin degan dorilar bor, shularni homiladorlik paytida oshib ketishligi hisobiga kelib chiqadi. Qanday qilib diagnostika qilamiz biz neural tube defects borligini? Demak, ultrasound qilib ko'ramiz, ya'ni bu UZI, ya'ni ultratovush tekshiruvi yoki bo'lmasam o'sha onani plazmasi tarkibidagi alfa fetoprotein degan oqsil bor, shuni tekshiramiz yoki bo'lmasam amnion suyuqligidagi asetil xolin esteraza degan ferment bor, shuni oshishligini ko'ramiz. Qachonki open neural tube defectsda, ya'ni ochiq bo'lgan nerv nayi nuqsonlarida kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi bu nuqsonlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizda spina bifida occulta, ya'ni bu yopiq bo'lgan neural tube defect kiradi, ya'ni o'sha nerv nayi nuqsoniga kiradi. Bunda nima bo'ladi? Bunda nerv nayini dum qismini yopilishi bilan bog'liq muammo yuzaga keladi. Lekin unda churra yuzaga kelmaydi, ya'ni herniation yo'q. No herniation. Dura mater, ya'ni o'sha miyani qattiq pardasi bizda saqlangan, intakt degani saqlangan holatda bo'ladi. Demak, qachon qayerda ko'ramiz odatda desa, odatda bizda vertebral, ya'ni umurtqa pog'onasining lower degani pastki qismida ko'ramiz. Demak, o'sha yerda, ya'ni o'sha suyak nuqsoni bo'lgan yerda shish paydo bo'lib qoladi yoki tukchalar to'plami bo'lib qolishi mumkin, paydo bo'lib qolishligi mumkin. Mana bu rasmda ko'rsatilgan. Demak, mana bu normal bo'lsa, mana bu yerda umurtqa pog'onasini ravoq qismi ochiq qolgan. Mana ravoq qismi ochiq qolyapti va natijada o'sha umurtqaning tashqi yuzasida, ya'ni terida yoki shish bo'ladi yoki bizda teri shishib qolishligi ham mumkin, ya'ni tuguncha shaklida. Bu bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni tuklarning bo'lishligi yoki shish bo'lishligi bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin bu kasallikda. Demak, keyingi nuqson bu meningoseli deb ataladi. Meningoseli bu navbatdagi 3 ta ko'rib chiqadigan nuqsonimiz bular ochiq nerv nayi nuqsonlariga kiradi. Ana endi bizda buning ta'rifi demak menings, ya'ni miya pardalari o'sha suyakdagi nuqson bo'lgan, ochiq bo'lgan joydan hernia, ya'ni nuqson anaqa churra bo'lib tashqariga chiqib qoladi. Lekin but no neural tissue, nerv to'qimasi chiqmaydi-da, aynan uni qoplab turuvchi shu miya pardalari chiqib qoladi. Ya'ni ochiq joydan, suyakda ochiq joydan. Mana bizda meningoseli mana bu rasmda ko'rsatilgan. Xo'p, meningoseli. Xo'p. Texnik nosozliklar uchun uzr. Xo'p, bu yerda ko'rib turibsizlar, mana o'sha ochilib qolgan, ya'ni vertebrani ravoqlari yopishmagan joydan mana bu chiqib turgan narsa bizda parda, ya'ni menings orqa miya pardasi, lekin nerv to'qimasi joyida turibdi.
joydan chiqmagan. O'sha joyda, ya'ni chiqqan joyda umurtqa pog'onasini qoplab turgan teri ya'ni yupqalashishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi nuqsonimiz miyelomeningocele. Bu ham o'sha ochiq orqa miya nuqsoniga kiradi. Ham menings ya'ni to'qima, orqa miya to'qimasi ham pardalari chiqib qoladi, neural tissue. Ya'ni namuna tariqasida bata caudate venani beryapti. Demak, shu herniation ya'ni churra bo'lib chiqib qolishligi ham orqa miyani, ham uni pardalarini birgalikda chiqib qolishligini bizda birgalikda miyelomeningocele deb ataladi va bu quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Va u yerni qoplab turgan teri yoki yupqa bo'ladi, yoki umuman bo'lmaydi. Xo'p. Va navbatdagi yanada xavfliroq, yanada bir qo'rqinchliroq ko'rinishga ega bo'lgan nuqson, bu ham ochiq nervnay nuqsoni, miyeloshiz deb ataladi va unda o'sha nerv to'qimasi hech qanaqa o'z pardalarga ega bo'lmagan holda, hech qanaqa o'sha joyni teri qoplab olmagan holda nerv to'qimasi chiqib qoladi umurtqa pog'onasidan. Xo'p, keyingi malformatsiyalar, bular brain malformatsiyalari, ya'ni bosh miyada uchraydigan bunday bolalar, bunday tug'ilgan chaqaloqlar odatda o'sha postnatal hayotga, ya'ni tug'ilganlikdan keyingi hayotga layoqatsiz bo'ladi. Va buni holoprozencefali hamda lisensencefali kabi nuqsonlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi tug'ma nuqsonimiz bu holoprozencefali. Bunda prozencefalonni o'sha boshda ko'rib, birinchi darsda berilgandi. Prozencefalon cerebral hemispheres, ya'ni bosh miya yarim sharlarini hosil qilardi, ikkita yarim sharni hosil qilardi va ana shu ikkiga bo'linishligi bu joyda amalga oshmay qoladi. Natijada bosh miya yarim sharlari bitta bo'lib qoladi, yagona bo'lib qoladi. Mana ikkita o'sha yarim sharga bo'linishligida nuqson bor, natijada bitta bo'lib qoladi. Endi bu o'sha aytyapti, qachon bo'lishligi odatda 3-4 haftada bu defekt nuqson bo'ladi. Nima bilan bog'langan? Associated with sonic hedgehog gene mutation, ya'ni o'sha biz ko'rib chiqqandek o'sha genda vazifalarni, shuni mutatsiyaga uchrash natijasida bu tug'ma nuqson kelib chiqadi. Buni Patau sindromi bor, ya'ni o'sha 13-xromosomani trisomiyasi, ya'ni bittaga oshib qolishligi yoki fetal alkohol sindrom deyiladi, ya'ni homiladorlik paytida ko'p miqdorda alkogol iste'mol qilish natijasida ham kelib chiqadi. Ana endi mana bu yerda muhim joy bor. Bu nimalar bilan namoyish bo'lishligi. Albatta monoventrikel, ya'ni qorinchalar ham bunaqa o'sha bizda bilamiz, suv lateral qorinchalar bo'ladi, ya'ni o'sha cerebral spinal fluid hosil qiladigan qorinchalar, ular ham qo'shilib qoladi va bazal gangliyani ham qo'shilishligi, yopishib qolishligi, o'sha bo'rtanglay, quyonlab kabi patologiyani kelib chiqishligi, hypotelorizm bo'lishligi, ya'ni ko'zlarning bir-biriga shu yaqinlashib qolishligi va natijada bitta ko'z bo'lib qolishligi, siklopiya, proboscis degan nuqsonni ham uchrashligi va o'sha gipofiz bezini disfunksiyasi hamda uni natijasida qandsiz diabetni rivojlanishligi bunda uchraydi. Keyingi nuqson esa lisensencefali. Bu nuqson o'sha nerv to'qimasini neuronal migration, ya'ni
o'sha migratsiyasining buzilishligi hisobiga, nervlarni migratsiyasi buzilishligi hisobiga kelib chiqadi hamda o'sha bizda miya yarim sharlarini sulkus va giruslari rivojlanmaydi, umuman bo'lmaydi va natijasida miya yarim sharlari silliq bo'lib qoladi, ya'ni smooth brain bo'lib qoladi. Demak, o'sha smooth brain surface degani o'sha silliq yuzaga ega bo'lgan miya degani. Endi bunda o'sha qanaqa simptomlar yoki qanaqa belgilar kuzatiladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, disfagiya uchraydi, seizure ya'ni epilepsiya, tutqanoqlar va mikrosefaliya ya'ni bosh miyani kichkina bo'lib qolishligi hamda yuzdagi nuqsonlar bilan namoyon bo'ladi bu patologiya. Albatta xato, kamchilik, texnik nuqsonlar uchun uzr so'rayman. Bizni kuzatishda davom eting.